Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazining rasmiy ochilishi hamda iftorlik marosimida ishtirok etdi. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, muhtaram mehmonlar. Avvalo sizlarni joylardagi studiyalar orqali bugungi iftorlik marosimida ishtirok etayotgan muhtaram nuroniylarni, olim ulamolarni, keng jamoatchilik vakillarini, butun xalqimizni muborak Ramazon oyi bilan yana bir bor chin qalbimdan tabriklayman. Bugun xalqimiz uchun yana bir tarixiy voqea. O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazining rasmiy ochilish marosimi o'tkazilayotgan kun ekani alohida ta'kidlandi. Qadrli vatandoshlarim, bugungi ro'zai Ramazon kunida barchamiz yana bir tom ma'noda tarixiy voqeada ishtirok etmoqdamiz. Xalqimizning aql zakovati, fidokorona mehnati bilan bunyod etilgan ulug'vor va noyob majmua O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazining rasmiy ochilish marosimini o'tkazmoqdamiz. Ne ajdodlarimiz orzu niyatlari, armonlari ro'yobga chiqqan mana shunday unutilmas kun bilan, chinakam ilm, ma'rifat bayrami bilan hammangizni chin qalbimdan tabriklayman. Yurtimizda rivojlangan davlat va erkin jamiyat poydevorini barpo etish uchun eng avvalo ilm va ta'lim degan oliy maqsad hayotga joriy etilmoqda. Zero muqaddas islom dini ham insonni doimo ilm va ma'rifatga da'vat etadi. Shu bois Islom sivilizatsiyasi markazining Ulug'bek darvozasi peshtoqiga Qur'oni Karimning Iqra, ya'ni o'qi degan muborak oyatini muhrlab qo'ydik. Bu ilohiy so'zlar zamirida Islom dinining asli ma'no mazmuni mujassam desak, ayni haqiqatni aytgan bo'lamiz. Xabaringiz bor, 9 yil oldin mana shunday majmuani barpo etish haqida maxsus qaror qabul qilib, amaliy ishlarni boshlagan edik. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida e'lon qilingan bu ezgu tashabbusimiz jahon jamoatchiligi, ayniqsa islom hamjamiyati tomonidan qo'llab-quvvatlandi. Biz bu har jihatdan ulkan loyihani amalga oshirish uchun shoshilmadik. 7 marta emas, 70 marta o'ylab, uzoqni ko'zlab, tinimsiz izlandik. Nihoyat qadimdan Toshkent azimning ma'naviy markazi bo'lib kelgan Hazrati Imom majmuasi yonida ko'rib turganingizdek betakror arxitekturaga, chinakam milliy ruh va milliy qiyofaga ega bo'lgan sharqona shaharcha barpo etildi. Prezident markazning ko'lami va imkoniyatlari haqida to'xtalib, ushbu noyob majmua salkam 10 gektar hududda joylashgani, binoning umumiy foydalanish maydoni 50 ming kvadrat metrni tashkil etishini qayd etdi. Bunday yirik va murakkab madaniy inshootni qurishda homiylik yordamini ko'rsatgan mahalliy va chet ellik tadbirkorlar, madaniyat va sport namoyandalariga alohida rahmat aytaman. Xususan birinchilar qatorida tashabbus ko'rsatib, zarur mablag', g'oya va noyob tarixiy eksponatlar taqdim etgan uchun hurmatli vatandoshimiz, mashhur metsenat va biznesmen Alisher Burxonovich Usmonovga samimiy tashakkur izhor etaman. Xalqimiz bunday saxovat va e'tiborni yuksak qadrlaydi. Bu ulug' ishga qo'shgan hissangizni hech qachon unutmaymiz. Katta rahmat sizga, Alisher Burxonovich. Aziz yurtdoshlar, Islom sivilizatsiyasi markazining barpo etishga kirishar ekanmiz. Men dunyoning qayerda bo'lmasin, tariximizning tegishli bir varaq qo'lyozma bo'lsa ham, bitta eksponat bo'lsa ham topib yurtimizga olib kelishni orzu qilgan va shu vazifani o'rtaga qo'ygan edim. Ming shukrlar bo'lsinki, bugun ana shu maqsadimizga asta-sekin shoshilmasdan amalga oshiryapmiz. Izlanishni endi boshlaymiz. Butun dunyoda bizning tariximizga oid juda ko'p ashyolar bor, ma'lumotlar bor, kitoblar bor. Uni hammasini albatta olib kelishga harakat qilamiz. So'zining yakunida davlat rahbari O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi el yurtimiz va jahon ahliga hamisha beminnat xizmat qiladigan tinchlik, ezgulik, bilim va ma'rifat maydoni bo'lib qolishiga ishonch bildirdi. Iftorlik marosimida Qur'oni Karimdan tilovat qilindi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim.
بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. Muqaddas Ramazon oyida tutilayotgan ro'zalar, qilinayotgan ibodatlar qabul bo'lishi, Alloh taolo xalqimizni va vatanimizni o'z panohida asrashini so'rab duolar qilindi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma irhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. وجعله لنا حجة يا رب العالمين. يا ربim, tilovati Qur'on duolarimizni ushbu muborak oylarda o'zingning rahmating yog'ilib turgan, sen doimo o'zing so'rab menga duo qilinglar deydigan bir oyda, bugungi iftorlikda xatmi Qur'onlardan keyin tilovat va duolarimizni husni qabul aylagin. Ya Rabbi, bugungi ulug' bir kunda shu kunga qadar diyorimizda yetkazilgan barcha xatmi Qur'onlar, 100 mingdan ziyod xatmi Qur'onlar yetkazilib, kuni kecha Laylatul Qadr kechalarida millionlab xalqimiz qo'lini duoga ochib, bu yurt, bu vatan, bu xalq, yurtboshi haqqiga qilgan duolarini ijobat aylagin ya Rabbi. Allohim, bugungi bu iftorlikdan ko'zlangan ezgu niyatlarimizni ro'yobga chiqargin. Bugungi ihsonimizning sababchisi va bugungi ihsonni chin ma'nodagi muallifi muhtaram prezidentimizga Allohim, bu iftorlik, bu qilingan xayri saxovatlar, bu bir oy mobaynida millionlab xalqimizni qalbiga xursandchilik kirishiga sababchi bo'lgan xayriyalarini o'zing qabul aylagin. Yurtimizni tinch qil ya Rabbi. Balolardan saqlagin, hasadlardan saqlagin, yomonliklardan saqlagin. Bu yurtning tepasida yurtboshimizga kuch, quvvat, yanada mana shu yurtni obod qilishlikka o'zing ilhom baxsh etgin. Kelgusi yilda Ramazonda yana iftorliklarda bundan ham ziyodalik bilan yuz ko'rishmoqlikni nasib qilgin. Allohim, sen uchun roza tutdik. Sen uchun iftorlik qilyapmiz. Rozalarimizni maqbul ayla. Allohumma laka sumna va bika amanna va alayka tawakkalna va ala rizqika aftarna واغفر ذنوبنا ما قدمنا وأخرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر.